Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, hatto yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz ham bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Negaki, prezidentimiz tomonidan imzolangan 6 ta yangi qonun va qarorlar aynan sizning moddiy ahvolingiz, huquqlaringiz va imtiyozlaringizga doir. Bu o'zgarishlar shunchalik muhimki, ular bilan 20 oygacha tanishib chiqishingiz kritik ahamiyatga ega. Agar tanishmasangiz, ba'zi imkoniyatlarni boy berishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar hayotiy zaruratdir. Keling, avval vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgargani haqida gaplashaylik. Avvallari nafaqa tizimida ayrim murakkabliklar, ba'zan bürokratik to'siqlar mavjud edi. Ba'zi nafaqaxo'rlar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar, o'z huquq va imtiyozlari haqida to'liq ma'lumotga ega emas edilar. Pensiya hisoblash tizimi ham ba'zan tushunarsiz tuyulishi mumkin edi. Yangi imtiyozlar, xizmatlar yoki yordam turlari joriy etilganda ham ulardan foydalanish uchun katta qog'ozbozlik bir qancha idoralarga borib kelish talab qilinar edi. Bu esa keksa yoshdagi odamlar uchun ancha qiyinchilik tug'dirardi. Hatto shahar sharoitida ham o'z huquqlarini talab qilish, yangi qoidalarni o'rganish uchun ko'pincha yetarli ma'lumot topish qiyin edi. Bank xizmatlaridan foydalanish, masalan, pensiyani kartaga o'tkazish ham hamma uchun ham oddiy emasdi. Eng asosiysi pensiya miqdori va uning qayta hisob kitoblari bilan bog'liq masalalar har doim dolzarb bo'lib kelgan. Ko'plab nafaqaxo'rlar umri davomida halol mehnat qilgan bo'lsalarda, pensiya miqdori ularning turmush darajasini to'liq qondirmasligidan shikoyat qilardilar. Tibbiy xizmatlardan foydalanishda ham muayyan to'siqlar bor edi. Ayniqsa yuqori texnologiyali muolajalar yoki qimmat dorilar masalasida. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Prezidentimiz imzolagan yangi hujjatlar aynan shu kamchiliklarni bartaraf etishga, nafaqaxo'rlarning hayotini yanada yengillashtirishga, ularga ko'proq imtiyozlar va qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar faqat pensiya miqdorini oshirishdan iborat emas, balki ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, tibbiy xizmatlardan foydalanishni soddalashtirish, qonuniy huquqlarni ta'minlash va hatto raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishni ham o'z ichiga oladi. Keling, har bir qonunni alohida ko'rib chiqaylik va ularning sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib beray. Birinchi qonun pensiyalarni qayta hisoblash va maksimal limitni oshirish. Bu qonun nafaqaxo'rlarning eng katta muammolaridan birini hal qiladi: pensiya miqdorining kamligi. Ilgari pensiyalarni hisoblashda ba'zi cheklovlar va eskirgan me'yorlar mavjud edi. Endilikda pensiya hisoblash mexanizmi yanada adolatli qilib takomillashtirildi. Eng muhimi, pensiyalarning maksimal miqdori sezilarli darajada oshirildi. Tasavvur qiling, 70 yoshli Gulnor opa umrining asosiy qismini tikuvchilik sexida o'tkazgan. Uning staji 40 yildan ortiq, o'rtacha ish haqi ham yaxshi bo'lgan. Lekin avvalgi qonunchilikka ko'ra u maksimal 2,5 million so'm pensiya olardi. Hatto hisob kitoblar unga 2,1 million so'm ko'rsatgan bo'lsa ham, yangi qonunga ko'ra pensiyaning maksimal miqdori 3 million so'mga yetdi. Bu degani Gulnor opaning pensiyasi endi 2,1 million so'm bo'ladi. Bu uning har oylik dorilarga, oziq-ovqat xarajatlariga yoki nabiralarga kichik sovg'alar olishga ko'proq imkon beradi. Xo'sh, kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Aynan yuqori stajga ega bo'lgan, lekin pensiyasi maksimal limit tufayli kesilgan barcha nafaqaxo'rlar bu qonundan foyda ko'radi. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak emas? Agar sizning pensiyangiz hozirgi minimal yoki o'rta miqdorda bo'lsa va avvalgi maksimal limitga yaqin bo'lmagan bo'lsa, sizning pensiya miqdoringiz avtomatik tarzda qayta hisoblanishi mumkin. Lekin maksimal limitning oshishi sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Siz shunchaki avtomatik indeksatsiya orqali pensiyangiz oshishini kutishingiz mumkin. Ammo agar sizda shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z pensiyangizni qayta hisoblashni so'rashingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Ikkinchi qonun, kommunal to'lovlar uchun ijtimoiy yordam va subsidiyalarga kirishni soddalashtirish. Bu juda muhim qonun bo'lib, nafaqaxo'rlarning eng katta xarajatlaridan biri kommunal to'lovlar yukini yengillashtirishga qaratilgan. Avvallari ayniqsa yolg'iz yashayotgan yoki kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun
uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar olish juda murakkab jarayon edi. Ko'plab hujjatlar talab qilinar, uzoq navbatlar bo'lar. Natijada ko'pchilik bu imkoniyatdan foydalana olmasdi. Endilikda bu jarayon maksimal darajada soddalashtirildi. Masalan, 75 yoshli Mustafa bobo yolg'iz yashaydi, pensiyasi 2,7 million so'm. Uning kommunal xizmatlar uchun to'lovlari har oyda 300 ming so'mni tashkil qiladi. Bu uning byudjetining deyarli 20%. Avval subsidiyani olish uchun u qog'oz hujjatlar yig'ib Xalq bankiga, keyin ijtimoiy himoya bo'limiga bir necha marta borishi kerak edi. Yangi qonunga ko'ra, endi u subsidiyani olish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ya IDXP orqali yoki mahalladagi ijtimoiy xodim orqali ariza berishi mumkin. Hujjatlar elektron tarzda almashinadi. Shaxsan borish shart emas. Shuningdek, subsidiyaning miqdori ham oshirildi va endi Mustafa bobo har oyda o'zining kommunal to'lovlarining yarmini, ya'ni 1,2 ming so'mni subsidiya sifatida olishi mumkin. Bu unga ancha yengillik beradi. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Barcha kam ta'minlangan, yolg'iz yashayotgan nafaqaxo'rlar, shuningdek nogironligi bor nafaqaxo'rlar bu imkoniyatdan foydalanishlari shart. Kimga g'amxo'rlik qilish shart emas. Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa va kommunal to'lovlar siz uchun og'irlik qilmasa, bu qonun sizga bevosita taalluqli emas. Lekin baribir ma'lumotga ega bo'lish ortiqchalik qilmaydi. 3-qonun ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar va rag'batlantirish mexanizmlari. Bu qonun mehnat faoliyatini davom ettirayotgan faol nafaqaxo'rlar uchun ajoyib yangilik. Ilgari ishlagan nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining to'liq miqdorini ola olmasliklari yoki ma'lum bir chegara bo'yicha cheklanishlari mumkin edi. Bu esa ko'plab keksa yoshdagi, ammo bilim va tajribasi bor mutaxassislarning mehnat qilish istagini so'ndirardi. Endilikda mehnat bozorida faol bo'lib qolishni istagan nafaqaxo'rlar uchun yangi imtiyozlar joriy etildi. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka uzoq yillar o'qituvchilik qilgan, hozir ham maktabda dars beradi. Avvallari u pensiyasining ma'lum bir qismini yo'qotar edi, chunki u ishlayotgan edi. Endi esa yangi qonunga ko'ra Ahmad aka o'z pensiyasini to'liq miqdorda olgan holda ishlashni davom ettirishi mumkin. Qo'shimchasiga uning ish haqi solig'ida ham ma'lum imtiyozlar berilishi mumkin. Bu esa uning sof daromadini yanada oshiradi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki jamiyatga o'z tajribasini yetkazishda davom etishlariga ham imkon beradi. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Agar siz nafaqada bo'lsangiz va ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu qonun siz uchun juda muhim. Ish beruvchingiz bilan bog'lanib, yangi qonun bo'yicha sizga qanday imtiyozlar berilishi mumkinligini aniqlang. Kimga g'amxo'rlik qilish shart emas. Agar siz ishlamasangiz va ishlashni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, bu qonun sizga taalluqli emas. 4-qonun. Ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun subsidiyalangan tibbiy xizmatlar va dorilar. Sog'lik bu eng katta boylikdir, ayniqsa keksa yoshda. Bu qonun aynan nafaqaxo'rlarning sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgan. Avvallari qimmat dorilar yoki murakkab jarrohlik amaliyotlari ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun og'irlik qilar. Ba'zan esa umuman imkonsiz bo'lib tuyulardi. Ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun tibbiy xizmatlardan foydalanish jarayoni sezilarli darajada yengillashtirildi. Masalan, og'ir 8 yoshli Xadicha aya yurak xastaligidan aziyat chekadi va muntazam ravishda qimmat dori-darmonlarni qabul qilishi shart. Avvallari u dorilarning katta qismini o'z cho'ntagidan sotib olardi. Bu uning pensiyasining yarmidan ko'pini tashkil qilar edi. Yangi qonunga ko'ra Xadicha aya kabi surunkali kasalliklarga chalingan, nogironligi bor yoki yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun ma'lum bir dorilar ro'yxati tasdiqlandi. Bu dorilar endi davlat tomonidan qisman yoki to'liq subsidiyalanadi. Shuningdek, ularga ixtisoslashtirilgan tibbiy markazlarda navbatsiz tekshiruvlar va ayrim operatsiyalarni davlat hisobidan o'tkazish imkoniyati beriladi. Xadicha aya endi o'z dorilarini ancha arzon narxda yoki bepul olishi mumkin. Bu uning sog'lig'i uchun katta yordam va u endi moddiy qiyinchiliklar tufayli dori sotib olishni kechiktirmaydi. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Surunkali kasalliklarga chalingan, nogironligi bor, yolg'iz yashayotgan yoki kam ta'minlangan barcha nafaqaxo'rlar bu imkoniyatdan foydalanishlari shart. Mahalliy poliklinika yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilib, sizga qanday imtiyozlar tegishli ekanligini aniqlang. Kimga g'amxo'rlik qilish shart emas. Agar siz sog'lom bo'lsangiz va tibbiy muassasalarga kam murojaat qilsangiz, bu sizga bevosita taalluqli emas. Lekin unutmang,
Sog'liqni saqlashga doir ma'lumotlar har doim muhim. 5-qonun. Yolg'iz va himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlarning huquqiy himoyasi va mol-mulkini muhofazasi. Bu qonun ayniqsa yolg'iz va himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlarning tinchligini va mol-mulk xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Afsuski, ba'zi insofsiz odamlar keksa yoshdagi yolg'iz yashovchi odamlarning soddaligidan foydalanib, ularning mulkini o'zlashtirishga urinishlari mumkin. Avvallari bu kabi vaziyatlarda nafaqaxo'rlar o'z huquqlarini himoya qilish uchun ko'pincha yetarli yordam topa olmasdilar. Bu masalada davlat kuchliroq himoya mexanizmlarini yaratdi. Masalan, tekin yoshli bibi Maryam yolg'iz yashaydi. Uning yagona mulki kichik hovli. Bir necha marta noma'lum shaxslar uning uyini sotib olish yoki sovg'a qilishga undashga urinishgan. Yangi qonunga ko'ra, yolg'iz yashayotgan va himoyaga muhtoj deb topilgan nafaqaxo'rlar uchun bepul huquqiy maslahat va yuridik yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy himoya agentliklari va hatto notariuslar ham bunday holatlarda hushyor bo'lishi va zudlik bilan tegishli choralarni ko'rishi shart. Bibini Maryam endi mahalliy huquqshunosdan bepul maslahat olishi mumkin va uning mulki bilan bog'liq har qanday shubhali harakatlar davlat nazorati ostiga olinadi. Bu qonun yolg'iz keksalar uchun haqiqiy najotdir. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Barcha yolg'iz, qarovchisiz qolgan, nogironligi bor yoki o'z-o'zini himoya qila olmaydigan nafaqaxo'rlar, shuningdek ularning yaqinlari bu qonundan xabardor bo'lishlari shart. Mahalladagi faollar, ijtimoiy xodimlar va advokatlarga murojaat qilib, o'z huquqlaringizni himoya qilish choralari haqida ma'lumot oling. Kimga g'amxo'rlik qilish shart emas. Agar sizning yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa va ular sizga g'amxo'rlik qilsalar, bu qonun sizga bevosita taalluqli emas. Lekin ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. 6-qonun pensiya xizmatlarini raqamlashtirish va onlayn platformalar orqali qulaylashtirish. Bu qonun zamonaviy texnologiyalarni nafaqa tizimiga joriy etish orqali nafaqaxo'rlar uchun qulaylik yaratadi. Ilgari pensiya bilan bog'liq har qanday ma'lumotni olish yoki ariza berish uchun shaxsan pensiya jamg'armasi bo'limiga borish shart edi. Bu esa vaqt va kuch talab qilardi. Endilikda bu jarayon maksimal darajada raqamlashtirildi. Masalan, 6 yoshli Dilobar aya o'zining pensiya hisobini tekshirish yoki pensiya miqdori haqida ma'lumot olish uchun avval pensiya jamg'armasiga borishi kerak edi. Navbat kutishi, hujjatlarni ko'tarib yurishi shart edi. Yangi qonunga ko'ra endi u YaIDXP orqali yoki mobil ilovalar orqali o'z pensiya ma'lumotlarini osongina tekshirishi, stajga oid ma'lumotlarni ko'rishi, hatto pensiyaga chiqish uchun dastlabki arizalarni onlayn topshirishi mumkin. Shuningdek, pensiya to'lovlarini bank kartasiga o'tkazish yoki uni boshqa bankka o'tkazish kabi xizmatlar ham raqamli platformalar orqali tez va oson amalga oshiriladi. Bu nafaqaxo'rlarning vaqtini tejaydi va ularga uyda o'tirgan holda kerakli ma'lumotlarni olish yoki xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Kimga g'amxo'rlik qilish kerak? Barcha nafaqaxo'rlar. Ayniqsa internetdan foydalanishni biladigan yoki oila a'zolari yordamida foydalana oladiganlar. Bu sizning pensiya jamg'armasi bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlaringizni ancha soddalashtiradi. Kimga g'amxo'rlik qilish shart emas. Agar siz internetdan umuman foydalanmasangiz va buning imkoni bo'lmasa, siz avvalgidek shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Ammo farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rash orqali siz ham bu qulayliklardan foydalanishingiz mumkin. Endi esa bu qonunlarning ba'zi bir istisnolari, tuzoqlar va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashaylik. Birinchidan, har bir qonun o'zining amalga oshirish mexanizmiga ega. Misol uchun pensiyalarni qayta hisoblash avtomatik tarzda amalga oshirilishi kerak bo'lsa-da, ba'zi murakkab stajga ega bo'lgan yoki nostandart ish faoliyatiga ega bo'lgan fuqarolar uchun pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Shu sababli, agar sizning pensiyangiz kutilgandek o'zgarmagan bo'lsa, albatta o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga vaziyatni tushuntirib berishadi. Ikkinchidan, subsidiyalar va imtiyozlar har doim ham umumiy xarakterga ega emas. Masalan, tibbiy yordam va dorilar subsidiyasida ma'lum kasalliklar ro'yxati va ularni tasdiqlovchi tibbiy xulosalar talab qilinadi. Shuning uchun avval shifokor bilan maslahatlashing, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Barcha nafaqaxo'rlar ham barcha imtiyozlarga ega bo'lmaydi. Chunki ular ma'lum ijtimoiy toifalar yoki sharoitlar, masalan, kam ta'minlanganlik, yolg'izlik, nogironlik uchun mo'ljallangan. Bu tuzoq emas.
balki qonunning maqsadli yo'naltirilganligini anglatadi. Uchinchidan, raqamli xizmatlardan foydalanish. Har bir nafaqaxo'r ham smartfon yoki kompyuter ishlatishni bilmaydi. Bu holatda yaqinlaringizdan yordam so'rash muhim. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlari va davlat xizmatlari markalarida da bu borada bepul maslahatlar va yordam ko'rsatilishi shart. Ayrim hollarda internetdan xabardor bo'lmagan shaxslar uchun ma'lumotlar oshkor bo'lib qolishi yoki noo'rin harakatlar qilinishi mumkinligi xavfi bor. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermang. Ishonchli manbalardan foydalaning. 4-dan, yolg'iz nafaqaxo'rlarning mol-mulkini himoya qilish masalasida shubhali shaxslar bilan har qanday hujjatlarni imzolashdan avval albatta yurist yoki yaqin kishilar bilan maslahatlashing. Hatto notariusda ham diqqatli bo'ling. Hech qachon o'zingiz tushunmagan hujjatlarni imzolamang. Har qanday tazyiq yoki shubhali takliflar bo'lsa, zudlik bilan mahalla posboniga yoki ichki ishlar idoralariga murojaat qiling. Endi esa ushbu o'zgarishlardan to'liq foydalanish uchun aniq amaliy maslahatlar va bosqichlar. 1. O'z pensiyangizni qayta hisoblash uchun. Agar sizning pensiyangiz avvalgi maksimal limitga yaqin bo'lgan bo'lsa yoki sizning stajingiz juda yuqori bo'lsa, lekin pensiya miqdori nisbatan kam bo'lsa, darhol hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar, oxirgi 5 yildagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasida bo'lmasa, olib boring. Qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza topshirishingiz mumkin. Ko'pincha bu avtomatik bo'lsa-da, ba'zi individual holatlar uchun shaxsan murojaat qilish foydali bo'ladi. 2. Kommunal to'lovlar subsidiyasini olish uchun. Agar siz kam ta'minlangan, yolg'iz yashayotgan yoki nogironligi bor nafaqaxo'r bo'lsangiz, mahallangizdagi ijtimoiy xodimga yoki davlat xizmatlari markazlariga DX murojaat qiling. Sizga pasportingiz va pensiya guvohnomangiz kerak bo'ladi dedi. Ular sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va kerakli hujjatlarni elektron tarzda yig'ishadi. Ya EDX orqali onlayn ariza berish imkoniyatini ham ko'rib chiqing. 30. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqda ish beruvchingizning kadrlar bo'limiga yoki hisobchisiga murojaat qiling. Yangi qonun bo'yicha sizning pensiyangiz to'liq miqdorda to'lanishi va soliq imtiyozlari qo'llanilishi kerakligini tushuntiring. Agar tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, Mehnat vazirligi yoki kasaba uyushmalari federatsiyasiga murojaat qiling. 4. Tibbiy yordam va dorilar subsidiyasi uchun o'zingizning oilaviy poliklinika shifokoringizga murojaat qiling. Ular sizga kasalligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlashda yordam beradi va subsidiyalangan dorilar ro'yxati hamda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam olish tartibi haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. 5. Huquqiy himoya va mol-mulkini muhofaza qilish uchun. Agar siz yolg'iz yashasangiz yoki o'zingizni himoyaga muhtoj his qilsangiz, mahalladagi faollar, yoshlar yetakchilari yoki bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan tashkilotlarga murojaat qiling. Ular sizga ishonchli yuridik maslahat berishadi. Har qanday hujjatni imzolashdan avval albatta 3. ishonchli shaxs bilan maslahatlashing. Shubhali vaziyatlarda darhol huquq tartibot organlariga murojaat qiling. 6. Raqamli xizmatlardan foydalanish uchun. Agar siz EDXP orqali ishlashni bilmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yoki yosh qo'shnilaringizdan yordam so'rang. Davlat xizmatlari markazlarida va pensiya jamg'armasi bo'limlarida ham bu borada maslahat beruvchi mutaxassislar mavjud. Ular sizga mobil ilovalarni o'rnatish va ulardan foydalanishni o'rgatishlari mumkin. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu o'zgarishlar shunchaki qog'ozdagi yozuvlar emas, balki har bir nafaqaxo'rning hayotini yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamlardir. Bu yangi qonunlar va qarorlar sizning turmush darajangizni oshirishga, sog'lig'ingizni yaxshilashga va huquqlaringizni himoya qilishga xizmat qiladi. Unutmang, bu ma'lumotlar bilan urmaygacha tanishib chiqish juda muhim. O'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni o'rganib chiqing va ulardan foydalaning. Siz bu qonunlar haqida nima deb o'ylaysiz? Ulardan qaysi biri siz uchun eng muhimi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni o'zingizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bilmagan kishi huquqlaridan foydalana olmaydi. Keling, birgalikda bir-birimizga yordam beraylik va barchamiz ushbu yangi imkoniyatlardan xabardor bo'laylik.
Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.